O'rtoqlar barchaga assalomu alaykum. Sizlardan Ilhomjon Ibrohimov. Aynan bugungi mavzuyimizda biz joiz yo'llar bilan trading haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilik bu borada mavhum yurishadi, ya'ni o'zi trading sohasi joizmi, nojoizmi, qayerda ishlasa bo'ladi, qayerda ishlasa bo'lmaydi. Mana shu savollarning barchasiga o'rtoqlar bugungi YouTube darsligimizda javob olasiz. Va shu bilan birgalikda o'rtoqlar aynan trading sohasida o'zi qaysi tarafi joiz va nojoizligi borasidagi ma'lumotlarni o'zingiz uchun bilib olasiz. Demak, o'rtoqlar, bizda o'zi joiz yo'llar bilan trading deganda nima tushuniladi? Trading sohasida bilamizki, asosiy 3 xil bozor bor. Bu bozorlarimiz, ya'ni birinchi o'rinda nimalarga asoslangan? Tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib o'zi joiz yo'ldagi trading savdo yo'nalishlariga asoslanadi, savdo tizimlariga asoslanadi. Keyinchalik biz aktiv yo'nalishini tekshiramiz, ya'ni o'sha biron bir aktiv nima maqsadda ishlab chiqarilganligini va aynan halollikka javob beruvchi tashkilotlarni ko'rib chiqamiz va ulardan tanishib o'tamiz o'rtoqlar. Endi o'rtoqlar, bizda o'zi savdo yo'nalishlarida asosan 3 xil yo'nalishimiz bor. Bu birinchisi forex, xalqaro valyuta bozori, kriptovalyuta bozori va aksiya bozoriga bo'linadi. Forex bozori o'rtoqlar, bilamizki, o'sha juda ham ko'pchilik ishlatadigan bozor, ya'ni juda ham ko'pchilik trading deganda o'zi faqatgina forex bozorini tushunishadi va shu bilan birgalikda o'rtoqlar aynan forex bozorida ishlashadi. Lekin o'rtoqlar, forex bozori ham, kriptovalyuta bozori ham, aksiya bozori ham hammasi 3 tagina asosiy savdo tizimiga bo'linib ishlanadi. Bu birinchisi futures savdo tizimi deyiladi, options savdo tizimi deyiladi va spot savdo tizimi deyiladi. Aynan ushbu savdo tizimlarida o'rtoqlar forexchilar ham ishlashadi, kriptovalyutachilar ham ishlashadi va aksiyachilar ham ishlashi mumkin. Va qaysi bu savdo tizimlaridan joizligi, nojoizligi bo'yicha sizlarga yoritib beraman. Demak, birinchisi o'rtoqlar bu futures savdo tizimi deyiladi. Futures bu o'zi nima degani ekan? Ma'lum bir aktivni narxini ko'tarilishi yoki tushishiga bo'lgan shartnomaga pul tikish. Ya'ni siz o'sha aktivni sotib olmaysiz, shunchaki narxini o'sishiga yoki tushishiga pul tikasiz. Endi misol uchun mana bu slaydimizda ko'rishimiz mumkinki, o'rtoqlar, bu yerda misol uchun buy komandasi bor. Buy bu o'zi sotib olish degan ma'noni bildiradi va futures savdo tizimida siz misol uchun tillani narxini o'sishiga pul tikasiz buy komandasi orqali. Agarda tillani narxi belgilangan summagacha o'sib bersa, siz foyda qilasiz, ya'ni take profit bu foydani chegaralash deyiladi va aynan ushbu bizani aktivimiz 5000 so'm narxga chiqqanda sizni foydangiz bilan bitimingiz yopiladi. Endi agarda ushbu aktivimizning narxi pastga tushib ketadigan bo'lsa, biz stop loss komandasi orqali zararimizni chegaralashimiz mumkin. Va o'rtoqlar, bu yerda ko'rishimiz mumkinki, biz tillani sotib olmayapmiz, tillani shunchaki narxini o'sishiga pul tikyapmiz. Sell komandasi orqali bo'lsa, tillani biz tushishiga pul tikamiz, ya'ni tillani narxining tushishiga. Agarda tillani narxi rostdan ham bizning komandamizga asoslangan holatda tushadigan bo'lsa, biz foydada bo'lamiz. Agarda tillaning narxi qarama-qarshi tomonga ko'tariladigan bo'lsa, bizning bitimimiz zararga kiradi. Ya'ni siz bu yerda tillani sotib olmasdan shunchaki uning narxini tushishiga pul tikyapsiz xolos. Endi buni men sizlarga oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni siz future savdo tizimida misol uchun Real Madrid komandasini yutishiga pul tikadigan bo'lsangiz, bu yerda buy komandasi orqali pul tikasiz. Agarda siz Real Madrid komandasini yutqizishiga pul tikadigan bo'lsangiz, bu yerda aynan sell komandasi orqali pul tikasiz. Ya'ni siz bu future savdo tizimida ushbu aktivga egalik qilmaysiz, shunchaki uning narxini o'sish yoki tushishiga pul tikasiz xolos. Va shunga asoslanib aytishimiz mumkinki, o'rtoqlar, men o'zim future savdo tizimidan boshlaganman, lekin bu savdo tizimi ko'proq qimorga yaqin bo'lganligi uchun va future, ya'ni kelajakni bashorat qilgan holatda shartnomalarni siz narxini o'sishiga yoki tushishiga pul tikib savdo qilganingiz uchun o'rtoqlar, bu sal bizning diniy tomonimizdan
nojoiz hisoblanadi va aynan mana shu narsalarni bilgandan keyin men future savdo tizimidan voz kechganman. Endi keyingi savdo tizimimiz o'rtoqlar bu options savdo tizimi deyiladi. Options bu o'zi nima degani? Ma'lum bir aktivni ma'lum bir vaqt davomida narxini ko'tarilishi yoki tushishiga bo'lgan shartnomaga pul tikish. Endi qarang, future savdo tizimi bilan option savdo tizimini birdaniga farqini aytib o'tib ketaman. Future savdo tizimida siz ushbu mahsulotning narxini o'sishi yoki tushishiga pul tikasiz, lekin qachonki pulingiz tugamaguncha sizning bitimingiz yopilmaydi. Ya'ni ushbu mahsulot bo'ladimi, aktiv bo'ladimi farqi yo'q. Ushbu pullaringizni sarmoya qilganingizdan so'ng future savdo tizimiga pullaringiz slif bo'lmaguncha, ya'ni pullaringizni yo'q qilmaguningizcha siz o'z bitimingizni ushlab turishingiz mumkin. Option savdo tizimida bo'lsa, sizga faqatgina ma'lum bir vaqt beriladi. Ya'ni vaholanki 5 minut deb aytaylik. Ya'ni agarda bizani savdoyimiz 5 minut ichida buy komandasi orqali o'sadigan bo'lsa, biz foyda qilamiz. Agarda sell komandasiga pul tikadigan bo'lsak, agar 5 minut ichida ushbu aktivimizning narxi tushadigan bo'lsa, biz bunda ham foyda qilamiz. Lekin ushbu 5 minut ichida biz savdoga kirgan vaqtimizdan boshlab narx qarama-qarshi tomonga qarab ketadigan bo'lsa, biz pulimizni yo'qotamiz. Ya'ni 5 minut ichida bu pullaringizni shunchaki chayvorasiz degan ma'noni bildiradi. Misol uchun Real Madrid klubi bilan Barcelona klubi o'ynayapti va Real Madrid klubini siz 90 minut ichida o'sishiga pul tikyapsiz. Buy komandasi orqali, sell komandasi orqali Real Madrid klubini siz yutqizishiga pul tikyapsiz. Ya'ni 90 minut ichida yutsa foydadasiz, agarda yutqizib qo'ysa zararga kirib ketasiz buy komandasida. Sell komandasi siz yutqizishiga pul tikyaptidingiz, yutqizib qo'ysa 90 minut ichida foydadasiz, agarda yutib qo'ysa siz zarardasiz. Ya'ni o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, bu future savdo tizimi ham, option savdo tizimi ham juda ham qimorga yaqin. To'g'ri, balki buni kimdir shunchaki to'g'ri qabul qilar, hech kimga zararim tegmayapti-yu, hech kimdan pul olmayapman, hech kimdan pul o'g'irlamayapman deb o'zini ovuntiradi va futures bilan option savdo tizimida ishlashni davom ettiradi. Lekin o'rtoqlar, aynan ushbu ikkita savdo tizimimiz nojoiz hisoblanadi. Men o'zim shu narsalarni bilgandan keyin ushbu future savdo tizimini o'zim uchun yopganman. Endi biz ishlashimiz mumkin bo'lgan savdo tizimi bormi? Ha o'rtoqlar, albatta bor. Bu spot savdo tizimi. Spot savdo tizimi bu nima degani? Ma'lum bir aktivning narxini arzon vaqtda xarid qilasiz va qimmat narxda sotasiz. Ya'ni spot savdo tizimi o'rtoqlar bitta mahsulotni arzonroqga olib qimmatroqqa sotish degan ma'noni bildiradi. Va aynan spot savdo tizimida siz o'rtoqlar o'sha mahsulotning egasiga aylanasiz. Bunda ham ikki xil ishlasak bo'ladi. Misol uchun bitta mahsulotni men 1000 so'mga sotib oldim. Допустим, tillani 1000 so'mga sotib olgandan keyin 5000 ga chiqqanda sotdim. Qancha foyda qilaman? 4000 so'm, to'g'rimi? Endi tillani narxi mabodo tushib ketgan taqdirda ham o'rtoqlar tilla menda turibdi. Shuning uchun o'rtoqlar, men shunchaki tillani o'zimni ushlab tursam, u narxi yana ko'tariladigan bo'lsa, yana foyda qilib ketaveraman. Ya'ni bu yerda tilla narxi tushib ketgani bilan men zarar qilib qo'ymayman. Men shunchaki tillani ushlab turaman, xolos. Tushunarli bo'ldi. Endi bu yerda ham biz tillani sotib oldik va 5000 so'mga sotib biz daromadimizni chegaralashimiz mumkin, ya'ni 4000 so'm foyda bilan bozordan chiqib ketishimiz mumkin. Yoki bizning tahlilimiz bo'yicha tillani narxi 800 so'mga keladigan bo'lsa, 500 so'mgacha tushib ketishi mumkin ekan. Endi biz tillani 200 so'm zarar bilan sotishga rozi bo'lamiz, dalshi zarar qilmaslik uchun. Ya'ni biz 800 so'mga sotamiz. Va o'rtoqlar, biz bu yerda ham ushbu tillaning egasimiz va tillani narxi o'ssa ham, tushsa ham u bizda turibdi birinchidan, ikkinchidan bo'lsa, biz tillani egasimiz. Ya'ni biz tillani haqiqatan ham sotib oldik. Va xulosa qilib aytganda, spot savdo tizimi bu oddiy o'zimizning jaydari bozorga o'xshaydigan bozor ekan. Shunchaki siz u yerdan o'sha aktivni sotib olasiz va narxi qimmat bo'lganda sotasiz ekan. Endi o'rtoqlar, men o'zim hozirgi vaqtda
asosan aksiyalar va kriptovalyutalar bilan ishlayman. Lekin Forexdan boshlaganman. Endi Forexda ham bormi spot savdo tizimi deyishimiz mumkin. Forexda ham bor o'rtoqlar, faqatgina siz Forex bozorda spot savdo tizimida ishlashingiz uchun sizga kamida 50 ming dollar pul kerak bo'ladi. O'shanda siz rostdan ham ushbu valyuta birliklarini arzonroq olib qimmatroqqa sotishingiz mumkin. Kriptovalyuta va aksiya yo'nalishida ishlashingiz uchun sizga o'rtacha, misol uchun aksiyada 100 dollar talab qilinadi spot savdo tizimi uchun, kriptovalyutalarda bo'lsa 5 dollar talab qilinadi, eng minimal miqdorda. Va o'rtoqlar, shuning uchun ham asosan Forexchi bolalar hammasi o'rtoqlar future savdo tizimida ishlashadi yoki option savdo tizimida ishlashadi. Shuning uchun ham ular srazu narxini o'sishiga pul tikib olishadi yoki tushishiga pul tikib olishadi, srazu foyda qilib ketishi ham mumkin, srazu zarar qilib ketishi ham mumkin. Shu narsani o'rtoqlar esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Endi biz aksiyalar bilan ishlayotganimizda qanaqa turdagi aktivlarga sarmoya kiritmaymiz? Birinchisi, bir riboga asoslangan moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, an'anaviy banklar, kredit tashkilotlari va boshqa shu kabilar. Faoliyati noaniqlik, g'ararga asoslangan tashkilotlar, sug'urta kompaniyalari va boshqa shu kabilar. Qimorga asoslangan kompaniyalar, mast qiluvchi ichimliklarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, cho'chqa mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar, tamaki mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi va sotuvchi kompaniyalar, qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi kompaniyalar va shu bilan birgalikda o'rtoqlar yuqorida keltirilgan taqiqlangan mahsulot va xizmatlarni reklama qiluvchi kompaniyalar. Va o'rtoqlar, shunga asoslangan holatda har xil turdagi media kompaniyalarni tekshirganimizda ham ularning faoliyatida hech qanday o'sha shariy tomondan qarshilik bo'lmagan kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, biz ularning aksiyalarini sotib olishimiz mumkin, lekin qandaydir o'sha nomaqbul yoki qanaqadir fahshni targ'ib qiluvchi kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, biz ularga sarmoya kiritmas ekanmiz. Endi o'rtoqlar, biz kriptovalyutalarda ishlayotganimizda qanaqa aktivlarga sarmoya kiritmaymiz, ya'ni qanaqa yo'nalishdagi aktivlarga sarmoya kiritmaymiz, shu narsalarni sizlarga keltirib o'taman. Birinchisi, DeFi yo'nalishidagi ba'zi kriptovalyutalar, ba'zi meme coinlar, shit coinlar, farming yo'nalishida va classic staking kabi mavhum yo'nalishlarga asoslangan kriptovalyutalar. Va shu bilan birgalikda o'rtoqlar, qimorga asoslangan kriptovalyutalarga ham va lending tizimida ishlaydigan kriptovalyutalarga ham biz sarmoya kiritmaymiz. Hozir ayniqsa kriptovalyutalarni hozir eshitganingizda juda ham ko'p sizlarga notanish bo'lgan so'zlarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Chunki kriptovalyuta yo'nalishi o'rtoqlar hozirda yangi yo'nalish va bu anchayin murakkab. O'zim men ham forex yo'nalishi bo'yicha ham, kriptovalyuta yo'nalishi bo'yicha ham, aksiya yo'nalishi bo'yicha ham ma'lumotga egaman o'rtoqlar. O'shaning uchun men sizlarga qisqacha bo'lsa ham o'sha aynan mana shu kriptovalyutalarda hozirgi biz ishlamaydigan yo'nalishlar nimaga asoslanganligi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Endi DeFi bu o'zi nima degani o'rtoqlar? DeFi bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bankni blockchaindagi ko'rinishi. Ya'ni biz bank orqali har xil operatsiyalarni amalga oshiramiz. Misol uchun biz biron bir dollarimizmi, valyutamizmi farqi yo'q, ularni biz almashtirishimiz mumkin. Birinchisi, ya'ni u yerda valyuta ayirboshlash bor. Ikkinchisi o'rtoqlar, biz aynan mana shu bankdan kredit olishimiz mumkin, pullarimizni omonatga qo'yishimiz mumkin va tabiiyki bularning hammasi riboga asoslangan. Shuning uchun o'rtoqlar, biz DeFi tizimida ishlamaymiz. U yerdagi kriptovalyutani yaxshilab tekshiramiz. Agarda u riboga asoslanmagan bo'lsa, agarda u qanaqadir kredit tizimlaridan yiroq bo'ladigan bo'lsagina biz ularni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun o'rtoqlar, bularni biz chuqur tahlil qila olishimiz zarur bo'ladi. Keyingisi o'rtoqlar, bu meme coin. Meme coin bu o'zi nima degani? Bu orqasida hech qanday fundamental loyihasi yo'q bo'lgan kriptovalyutalar. Ya'ni Notcoin bo'lishi mumkin, mana barchamiz biladigan hamster kabi o'sha kriptovalyutalarni biz meme coinlar deb ataymiz, lekin ba'zi meme coinlarda bu har xil dinlarni targ'ib qilishi mumkin. Misol uchun buddizm, shunga o'xshagan o'sha haykalga sig'inuvchi bo'lgan meme coinlar bor. Ya'ni aynan mana shunaqa dinlarni targ'ib qiladigan meme coinlar va biz ular bilan ham ishlamaymiz. Keyingisi o'rtoqlar shit coinlar deyiladi. Shit coin bu nima degani? Bu aynan firibgarlik yo'lida ishlab chiqarilgan kriptovalyutalar.
va shitcoinlarda biz nima ko'rishimiz mumkin? Boshida shitcoinlar chiqqanda juda ham katta daromadni sizlarga va'da berishadi va u yerga sarmoya kiritgan odamlarning ba'zilari boshida daromad oladi, keyinchalik ular zarar qilib bozordan shunchaki pullarni yo'qotib chiqib ketishadi. Lekin o'rtoqlar, bu shitcoinlarni aniqlashimiz uchun ham albatta bizga to'g'ri tahlil zarur bo'ladi. Endi keyingisi o'rtoqlar farming deyiladi. Farming bu nima degani tushuntirib beraman. Bu yerda siz oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bankka pullaringizni qo'yasiz va bankka pullaringizni omonatga qo'yganligingiz uchun sizga ushbu pullaringiz protsent keltirib turibdi. Ya'ni ma'lum bir turdagi foydani. Endi farming yo'nalishi bilan staking yo'nalishi juda ham o'xshash, chunki siz aynan ikki xil yo'nalishda ham pullaringizni omonatga qo'yasiz va u yerdan siz o'sha ma'lum bir foiz evaziga daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Lekin bu farming yo'nalishi ham, staking yo'nalishi ham hozircha mavhum, ya'ni juda ham ko'pchilik ulamolar ularni nojoiz deyishadi, ba'zilari joiz deyishadi. Bular bo'yicha hali aniq bir fikrga kelishgani yo'q, afsuski. Endi o'rtoqlar, shunaqa kriptovalyutalar borki, ularning barchasi qimorga asoslangan, ya'ni kazinoni targ'ib qiladigan kriptovalyutalar bor. Ya'ni yuqorida keltirib o'tganimdek, boya aktlar bo'yicha aynan shu narsalarni gapirib o'tdim va aynan shu qimorga asoslangan kriptovalyutalarga ham biz hech qachon sarmoya kiritmaymiz. Endi o'rtoqlar, keyingisi bu lending tizimi. Lending tizimi bu nima degani? Bu aynan kriptovalyutalarda kredit tizimiga misol bo'la oladi. Misol uchun biz lending tizimida pullarimizni xohlasak omonatga qo'yamiz va bu pullarimizni lending tizimi boshqa birovlarga kreditga chiqarib beradi yoki o'zimiz ham kredit olishimiz mumkin. Boshqa bir kriptovalyutani omonatga qo'yib, ya'ni zalogga qo'yib biz u yerdan kredit olamiz. Xuddi oddiy kredit tizimini kriptovalyutadagi ko'rinishi lending tizimi deyilar ekan. O'rtoqlar, mana sizlarga men qisqacha bo'lsa ham kriptovalyutalarda qanday yo'nalishlarda ishlash mumkin emas ekanligini aytib o'tdim. Lekin bu bilan birgalikda o'rtoqlar, siz ayniqsa kriptovalyutalarda savdo qilayotganingizda yaxshilab ushbu kriptovalyutalarni tahlil qila olishingiz zarur bo'ladi, chunki bu yerda juda ham nozik nuqtalar ko'p. Endi o'rtoqlar, halollikka javob beruvchi xalqaro tashkilotlar bor bizda, ya'ni aksiyalar bo'yicha AAOIF Xalqaro islom buxgalteriya tashkiloti bor. Biz ularning talablari bo'yicha ishlaymiz va kriptovalyutalar bo'yicha kripto halal, ya'ni diniy taqiqlardan xoli savdo muhitini yaratishga qaratilgan integratsiyalashgan loyiha bor. Ya'ni biz kriptovalyuta bo'yicha aynan kripto halal tashkilotning talablari bo'yicha ishlaymiz. Endi o'rtoqlar, men boshidan aytib qo'yaman, men qanaqadir domla emasman, men qanaqadir fatvo berib olmayman sizlarga. Lekin o'rtoqlar, men o'zimning bilgan bilimlarim bilan sizlar bilan bo'lishaman va aynan o'zim ham nimalarga asoslanib ishlayotganligimni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildim. Endi o'rtoqlar, bilasizlarki, har bitta mana shu trading yo'nalishini o'rganishingiz uchun va ularni siz joiz yo'llar bilan savdo qilishingiz uchun albatta birinchi o'rinda sizga nima kerak bo'ladi? Bilim kerak bo'ladi. Va shunga asoslangan holatda o'rtoqlar, men va shogirdlarim hozirda biz komanda yig'yapmiz, ya'ni shaxsan o'zim komanda yig'yapman va istalgan o'sha odamni noldan boshlab trading sohasida o'rgatib, keyinchalik professional darajagacha olib chiqib, ularni men o'zimni komandamga olib qo'yaman. Va o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda aynan shogirdlarimizning natijalarini aynan kriptovalyutalar bo'yicha va o'rtoqlar, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, aynan mana shu shogirdlarim o'rta muddatlida ham, uzoq muddatlida ham qanaqa savdo qilishganlarini. Va aynan mana shu shogirdim ham o'rtoqlar, bizda umuman olganda bank xodimi bo'lgan, oddiygina bank xodimi ishdan bo'shab, tradingni boshlab, hozirda Xudoga shukr erkin hayotda yashayapti. Lekin men bu gapim bilan ishdan bo'shinglar demoqchi emasman. Shunchaki o'rtoqlar, o'zingiz uchun qo'shimcha ravishda ham o'rganib qo'ysangiz sizga hech qachon zarar qilmaydi bu yo'nalish. Mana o'rtoqlar, keyingi shogirdlarimizning natijalari, to'g'risini aytganda, bunaqa shogirdlardan menda juda ham ko'p. Bunaqa misollardan juda ham millionlab keltirishim mumkin o'rtoqlar, lekin asosiysi boshlash va shunchaki trading sohasini biz bilan birgalikda o'rganib, bizning komandamizga qo'shilib, birgalikda sizda ham daromad olish imkoniyatlari bor. Va shu bilan birgalikda o'rtoqlar, mana yaqinda o'zim ham mashinamni sotib oldim. Nimaga? Chunki bozor tushdi,
narxlar tushgan paytda katta ishtirokchilar bozorga kiradi va aynan mashinamni bittasini sotib men bozorga kirdim va buni men Instagram sahifalarimda aytib o'tdim. Agarda endi meni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta Instagram sahifalarimga o'tgan holatda ushbu realitini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi o'rtoqlar, bizda hozirda mart oyida boshlangan shogirdlik dasturimiz bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Bu yerda sizlarni nimalar kutmoqda? Birinchi o'rinda meni bitta shogirdlik dasturimda ham kriptovalyuta yo'nalishini, ham aksiya yo'nalishini o'rganish imkoniyatingiz bor. Komandamga qo'shilib ishlaysiz va birgalikda savdo qilamiz va joiz yo'llar bilan savdo qilishni o'rganasiz albatta. Va shu bilan birgalikda o'rtoqlar, hozirgi tushgan bozorda biz bilan birgalikda bozorga kirib, inshaalloh daromadingizni 5 barobargacha oshirish imkoniyatingiz bo'ladi. Endi o'rtoqlar, bu shogirdlik dasturida qanaqa ustunligi bor o'zi? Birinchi o'rinda men offlayn shogirdlik dasturimga qat'iy suhbat asosida 12 tadan 15 tagacha odamni qabul qilaman. Keyingisi, bu shogirdlik dasturi sizga kamroq pul to'lab ko'proq bilim olish imkoniyatini beradi. Nima uchun? Sababi juda ham ko'pchilik kurslarni bo'lib tashlagan startoviy, professionalniy, premiumga men hammasini bitta qilib qo'ydim. Noldan profigacha olib chiqadigan darajada. Keyingisi, offlayn shogirdlar uchun onlayn ta'lim bepul bo'ladi. Nimadir tushunmay qolsangiz, qayta ta'lim ham bepul bo'ladi. Va o'rtoqlar, ushbu darslarni hammasini shaxsan o'zim olib boraman. O'rtoqlar, shogirdlik dasturimizning narxlari bilan ham birdaniga tanishtirib o'taman. Offlayn shogirdlik dasturimizning narxi $800 hozirgi vaqtda. Birdaniga to'lov qilsangiz $750 bo'ladi. Bo'lib to'lov qilsangiz boshida yarmini berib, bir oydan keyin qolgan yarmini ham qilib bersangiz bo'ladi. Onlayn shogirdlik dasturimizning narxi $650. Birdaniga to'lov qilsangiz $600 bo'ladi. Bo'lib to'lov qilishingiz ham mumkin. Unda ham boshida yarmini, bir oydan keyin qolgan yarmini qilib berishingiz mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, shogirdlik dasturi bo'yicha men hamma ma'lumotlarni berdim. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ushbu ekran ustidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning va shaxsan o'zim bilan suhbatdan o'tib, bizning komandamizga qo'shilib, joiz yo'llar bilan tradingda savdo qilishni o'rganing.